katta parriklar kelib qoldi. Bering tomonda shamol stansiyasining uzunluğu 90 metre deb turibdi uzunluğini. Bu yoqda birov o'tib ketdi, hozir ikkinchisi mana shu, uchinchisi bu yoqda. Mana bu narsalar kattaligini qaranglar. O'zimizning videoni savqoza qurilayotir. Keldi svetoforga bordi. Buyog'i metan zapravkada turibdi. Kanalimizga obuna bo'l, podpisatsiyani bosib qo'ying. Tars. Kommentariyada fikirlaringizni yozib qoldiring. Yangi yilingizga